Assalomu alaykum, Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Doktor Umarov. Navbatdagi sizlar bilan olib boradigan suhbatimiz shu gripp masalasida bo'ladi. Gripp bu virusli infeksiya. Viruslar orqali yuqadigan infeksiya. Mana hozir kuz fasli 25-yil, mana oktyabr oyida turibmiz. Kuz fasli grippda rosa ham avj oladigan payti. Virusli kasalliklarda juda ham turi ko'p. Paragripp bor, cho'chqa grippi, endi ularni ko'p eshitgansizlar, hurmatli nimalar. Mana yana koronavirus degan bu virusli infeksiyani ham boshdan kechirdik. U to'g'risida juda ko'pchilikda katta tushuncha paydo bo'ldi. Virusli kasalliklar bular ayniqsa gripp har qanday nimani surunkali kasalliklarda qo'zg'aydi. Keltirib shu kuchaytirib qo'zg'ab beradi. Hattoki bizda davolanib turgan bemorlardan juda ko'p shunaqa savollar olyapman o'zlaridan. Doktor, ana yaqinda davolanib keluvdik, mana shuncha vaqt o'tdi, kimdir bir hafta, kimdir 10 kun, kimdir 1 oy, 3 oy, qanchadir vaqt o'tyapti-da, yana qo'zg'alib qoldi, yana qaytalanib qoldi degan savollar berishib qoladi. Nima qilaylik deb. Endi gripp virusini yuqtirmaslik kerak, eng asosiysi. Birinchi o'rinda grippdan saqlanishni bilish kerak. Har qanday inson. Biz bir paytlar tibbiyot bilim yurtida o'qib yurgan paytimizda mikrobiologiya darsida o'tiribmiz. Shunday darsga kirdik. O'sha kuni bizga shu mikroblarni o'stiradigan muhit, agar degan muhitga to'ldirilgan chashka petri berishdida qo'limizga. Ustoz aytdiki, hozir biz havodagi mikroblarni aniqlaymiz deydi. Endi biz u paytda yoshmiz, hali havoda bunaqa mikrob borligi to'g'risida tasavvurimizda ham bo'lmagan. Xuddi shu tasavvur hozir boshqa odamlarda, oddiy odamlarda ham yo'q. Qo'limizga chashka petrini berdida, chashka petrini qopqog'ini olib 45 minutga ochib qo'yamiz deyildi birinchi paraning boshlanishida. 45 minutdan keyin buni nimaga termostatga qo'yamiz deyildi. Endi steril ozuqa turibdi. Haligi ozuqani qo'yganimizdan keyin biz darsda davom ettirdik. Lekin o'sha darsning oxirida 45 minut bo'lgandan keyin, tugagandan keyin uni olib biz termostatga qo'ydik. Keyingi darsgacha, ya'ni 3 kundan keyingacha biz bu narsani ko'rganimiz yo'q. Shu 3 kundan keyin kelib ko'rsak, haligi chashka petrida har xil mikroblar o'sgan. Endi uning ichida foydali mikroblar ham bor, zararli mikroblar ham bor, hamilyon mikroblar ham bor, kasallik sharoitga qarab kasallik tug'dirib qo'yaveradigan mikroblar ham bor. Aniqlandi, o'zimiz nimamizdan ko'rdik. O'shanda hayron bo'lib ko'rganmanki, bilganmanki, havoda demak doimiy mikroblar, viruslar uchib yuradi. Ayniqsa mana hozir mana sovuq tushib bo'layotgan sharoitda viruslarning miqdori havoda ko'payadi. Endi nima uchun shuncha mikrob kasallik tug'dirib olmayapti? Ana shu savol birinchi o'rinda turadigan savol. Hammaning immuniteti bor-da. O'sha tanamizga tushib kelaturgan havo orqali tushib kelaturgan viruslar tanadagi shu immunitet hisobiga u zararsizlanadi. Ayniqsa mana burundan kirib ketaturgan havo, uni tarkibida shuncha virus yuribdi. Uni bilmaysiz. Uni ko'zingiz bilan ko'rmaysiz, lekin shu ichkariga borib o'rnashsa, agar immunitet past bo'ladigan bo'lsa, kasallik ketaveradi. Endi u yuqumli, birinchidan ikkinchisi, ya'ni hozirgi sezon paytida gripp bo'lgan odamda o'zi ko'p. Gripp bo'lib ham juda ham madaniyatlimiz, maska taqmaymiz. Haligi o'zimizcha bir nima. Endi grippdan saqlanish masalasi. Agar shundan saqlanmasak, bizni shu mana surunkali kasalliklar bizga kelaturgan allergik yo'tallar, obstruktiv bronxit bolalardagi oddiy bronxitlar yoki kattalardagi mana bronxial astmalargacha bo'lgan holatlar shu grippdan keyin qo'zg'aladi. Endi qarangda, mana yoshga qarab turib aytaman, chaqaloq go'daklarda juda ham tez bo'ladi bu narsa. Ya'ni bolasini parvarish qilayotgan, bolasini davolatayotgan, bizga kelib ketgan bemorlarga tavsiya beraman, qarang ko'ring. Yosh bolalarda nafas yo'li juda ham kalta. Keyin bizni odamlar ko'proq o'zimizni o'ylaymiz. Katta odamga o'xshab fikrlaymizda, o'sha nima qilib, katta odamlar o'zimizni fikrimiz bilan yashaymizda,
menga hech narsa qilmayapti-yu, bu bolaga ham hech narsa qilmaydi deb o'ylaymiz shekilli. Shu ochiqcha ularni yuqoriroq kiyintiramiz, yuqoriroq olib ketamiz. Mana shu shabada shamol paytlarida ham bemalol chiqib ketilaveradi. Ana bitta voqeani aytaman, bir nevaram yozda tug'ildi. Yoz tashqari juda ham havo issiq bo'lgan payt, so'rida o'tiradigan, darvozaxonada so'rida o'tiriladigan paytda, endi shu paytda biz olib chiqib o'tiryapmiz va shu bola ham bor, hali chaqaloq yangi tug'ilgan bola ham bor, 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik, 1 oy shu birinchi, ikkinchi oylari shu issiq paytlariga to'g'ri keldi. Shu joyda o'tirgan paytda nima qildik? Hammasi o'ylayapti, ota-onasi ham bu hozir hech narsa bo'lmaydigandek. U yerda g'irillagan shabada bor. Birinchidan o'sha skvyaznyakdan ehtiyot qilish kerak. Mana hozir kuz fasli, qish bu paytlarda g'irillagan shabada turibdi. Mana shu shabada birinchi o'rinda nafas yo'llarini boshlang'ich qismi, burun va tomoqlarda immunitetini pasaytirib qo'yadi. Mikrob viruslarga yo'l ochiladi. Shuning uchun birinchi tavsiya maska taqishni unutmang. Uyda kimdir gripp bo'lib qoldi yoki tashqariga chiqyapsiz. O'zini ehtiyot qilmay turgan gripp bo'lgan odam tashqarida yuribdi. Butun atrofga virusni tarqatib yuribdi. Maska taqib oling. Ana kichkina bolaga birinchi o'rinda shunday taqib qo'ying shu narsani. Tuting og'zini, berkiting. Yupqa sharf qilasizmi? Qish paytida qalinroq sharf qilasizmi? Bulardan hammasini birinchi o'rinda oldini oladigan. Shapkalar chiqqan hozir, shunaqa bizning paytimizda tumoq deyilardi, tumoq shapka shunaqa deyilardi. Ko'zi o'zi ochilgan, shu ko'zi, lekin bo'yingacha o'raydi. Mana shu qismi. Bu bolalarda bitta nimasi bor? Maska taqib qo'ysang ochadi yoki sharf taqib qo'ysang ochib oladi. Mana shunaqa paytlarda agar ana shapkani kiydirib qo'ysangiz, ko'zi ochiq turibdi, tortib ochgani bilan yana qaytadan berkilib qolaveradi. Juda ham qulay, uni ham yupqasi bor, qalinrog'i bor. Hozir sal yupqarog'ini kiydirarsiz. Xullas ehtiyot qilish kerak. O'zimizga bog'liq. Yosh bolani o'zingizga qiyoslamang. Bizi mana yana ham to'liqroq tushuncha. Tashqaridagi harorat hozirgi kunda 20 gradus bo'lishi mumkin. 15 bo'ladi, undan keyin yana pasayadi. Endi burundan kirib ketaturgan havo, og'iz burundan kirib ketaturgan havo o'sha gradusda 15 gradus bo'lsa 15, 20 bo'lsa 20. Nafas yo'lidan o'tib borib o'pkaga, insonni nafas o'pkasiga yetib borgungacha u havoni harorati o'sha 36-37 gradusgacha ko'tarilishi kerak. Tanamiz shunga shu qobiliyatga ega, qizdiradi, isita oladi, namlaydi. Ana endi yosh bolaning nafas yo'li burundan o'pkagacha juda ham kichkina. Katta odam 1 minutda 16 dan 20 martagacha nafas olsa, chaqaloq 40 ta 60 tagacha nafas oladi. O'ylab ko'ring, endi kirib chiqayotgan havo qanchalik tez kirib chiqyapti-da, o'shaning ichida viruslar qanchalik ushlab qolyapti, qanchalik u tanaga o'tirib qolyapti. Mana shuni juda ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Kattalar endi o'zlaring bilasizlar bu masalada. Bu birinchi masala maska bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ko'proq suyuqlik ichish. Ayniqsa limonli bo'ladigan bo'lsa yana ham yaxshi. Sababi askarbinkaga, ya'ni vitamin C ga boy, vitamin C immunitetni juda ham yuqori darajada ushlab turishga qobiliyatga ega. Shunga xos bo'lgan narsani ichishingiz turishi mumkin, ko'proq suyuqlik. Keyin burunni ichi qurib ketmasligi uchun yog'li preparatlar. Bu kastorovый maslar. Shuni yuqori texnologiyada ishlab chiqarilgan ritsinol degani bor. Aptekalarda biz uni doim tavsiya qilamiz. Bizga kelib ketganlar bilishadi. Buni uydan chiqayotganda ritsinolni tomizib chiqish grippni oldini olishda eng katta zo'r narsasi. Kastorovый o'sha ritsinolni tomizib chiqish. Undan tashqari yana maskalarni gapirdik. Yana boshqa yo'llar. Yana bir yaqinda bir narsani sinab ko'rdim. O'zim hatto mana men doim bemorlar bilan kontaktdaman. Eshitib ko'rganimda, fonendoskop bilan eshitib turganimda ham kasal odam men bilan ro'para gaplashib, o'zidagi virusni menga yuqtirib turadi. Mana biz qaysi kontaktda qaysi kontingentda turibmiz. Doimiy birinchi yo'qoladigan kasallik. Mana shu narsani oldini olish uchun yana bitta tavsiya vaksina. Grippni vaksinasi bor.
sentyabr, oktyabr oylarida shu vaksinani qildirib olaman o'zimga. Mana onamizga ham mana shu narsani qildiramiz. Agar bunga hozir mana davlatimizga rahmat, bog'chalarda, maktablarda, keyin mana shifoxonalarda ham kim birinchi shu gripp bilan kasallanishi mumkin bo'lgan odamlarga tekinga ham qilyapti. Buni uchastka o'zlaringda uchastka doktorxonalaringda shu QVP deymizmi, hozirgi kunda shu joylarda bor hammasi. Biz QVPda o'rganganmiz, qishloq vrachlik punktlari shu joylarga keladi, tekinga ham bor. Buni hech qanaqa oshiqcha zarar joyi yo'q. Mana shuni qilganligim uchun men shu kontingentning ichidaman. O'zimni o'zim ehtiyot qilish uchun qilaman bu narsani. Ana endi yana bitta nima sinab ko'rganim, bir Ersak kompaniyasini massajli kremini foydalanib ko'rdim o'zim. O'sha ilgari bemorlardan menga yuqadigan bo'lsa, o'sha gripp virusi yuqadigan bo'lsa, tezda tomog'im og'rirdi, o'zim ham bir limfatrop ukol olardim. Shu 1 yilda 2 marta, 3 marta olishga, bir donadan olishga to'g'ri kelar edi. Lekin mana oxirgi 2 safar shunaqa holat bo'lganda, o'sha ritsinolni tomizib, shu nimani o'sha Ersak kompaniyasini o'sha massajli kremidan surtib, maska taqqan, обязательно maska taqish kerak. Maska taqqaningizdan keyin butun nafas yo'llaringizgacha ochib yuboradi. Avvalo yana bir narsani ogohlantirib aytib qo'yaman. Ozgina teri